tilla zavotimizga qilib berayotgan showroomimiz ish jarayoni ketyapti. Xo'p, bugun ozgina obzorini qilyapmiz mebellarimizni. Do'stlar, mana bu pult, mebelni pulti desam ishonasizlarmi? Albatta, videoni oxirigacha ko'ring. Nimani pultligini taxmin qilib turing, kommentariyaga izoh qoldiring. Mana videoni oxirida nimani pultligini sizlarga aytaman. Xo'p. Reklamalarimiz, logotiplarimiz yopishtirildi. Oynalarimiz qo'yildi. Podsvetkali qo'yildi. Xo'p. Tepasi hammasi yashik 100% oxirigacha ochiladi. Mana bu yarmigacha emas, 100% ochiladi. Hammasi bu yerda mahsulotda turadi. Общий вид mana bundoq. Baquvvat, zabardast mebel. Общий turishi, общий fondi. Tishlashi. Mebelimizda. Izohda yozib qoldiring, nimani bo'ltligini videoning oxirida albatta aytaman. Xo'p. Pastki tomonlarimizda push mexanizmdan eshiklar qilib berilgan. Ichkariga ham xreneli narsa qo'ysa bo'ladi. Bu yerda katta shkaf qo'yilgan. Ana endi pult haqida kelayotgan bo'lsak, pult podsvetkani pulti. Raz bosasiz yonadi, o'chadi. Yondi, o'chdi. Kimga shunaqangi zamonaviy mebelli kerak bo'lgan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Albatta sifatli, zabardast, mustahkam qilib beramiz. Har bir qilinayotgan mebellarimizga kafolati bor. Chiroqlarimiz hech qanaqangi ko'chatil, boshqa narsa yo'q. Zamonaviy, funksionalli mebelimiz. To'liq video obzor tayyor bo'lganda chiqadi. Kimda narxi qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga mebel deb yozib qoldiring. Narxini albatta direktdan yozib jo'natamiz.